Avvalambor assalomu alaykum ahli O'zbekiston, musofirda yurgan aka-ukalar, Qamash qishloqdoshlar, gruppadoshlar, hamkasblar, sog' salomatmisizlar, zo'rmisizlar? Alhamdulillah, Allohga ming qatla shukr, manaki ishlarimiz zo'r ketibdi. Shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz, musofirda yurgan hamkasblarimiz, mexanizatorlar, voditellar, qishloqdoshlar, mana shu qishlog'imizga yosh tadbirkor ukalarimiz, akalarimiz, hammalaringizga kattagon rahmat. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bergan ehsonlaringiz dargohiga qabul bo'lsin. Katta rahmat hammalaringizga. Aka-ukalar, mana hozir G'olib aka video tashladi. Xudo xolasa ertaga obedgacha bitkazamiz. Keyin 2 kunning ichiga ustini yopib suvaymiz. 1-2 kun turadi. 2 kundan keyin ustalarimiz tayyor. Shipirni qoqamiz. Ana keyin ichki ishga o'tamiz, xudo xolasa nasib bo'lsa. Ana endi yana bir yordam qilib yorsanglar, nasib bo'lsa shu patologlarni, shkaturka, stashkalarni qilib olsak, keyin отделка ishlar, aboylar, keyin jihozlaymiz uylarning ichini. Mana bitta baniya ham qo'shdik o'rtaga. Nasib bo'lsa baniyalarning ichini taxlaymiz. Bunday olganda 70% ishimiz hozir hal. 70%. Yana 30% ishimiz qoldi. Shunga endi yana bir podeshka qilib bir qo'llasanglar, xudo xolasa, opani uyini chiroyli qilib opaga topshiramiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat. Borlaringizga shukr. Mana shu musofirdagi aka-ukalarimiz ham zo'r yordam qilyapti. Qishloqdagi aka-ukalarimiz yordam qilyapti. Mana shu O'zbekistondan ko'rib turgan, boshqa viloyatdan ko'rib turganlar, bular yordam qilyapti. Hammalaringizga katta rahmat. Baraka topinglar. Mana shu ikkinchi proyektimizni boshladik. Allohga ming qatla shukr, manaki Xudo xolasa niyat qilganmiz shu mayda oxirigacha chiroyli qilib uyni topshiramiz. Ne ehsonni mukofoti ehson. Bir ehson 70 ta baloni qaytaradi deydi. Keladigan balo moldan, odamzodning o'zidan, bola chaqasidan, kasb-koridagi ishidan Alloh taoloni o'zi asrasin. Mana shu qiladigan ehsonlaringiz iloyim keladigan balolarni qaytarsin. Hammalaringizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Juda xursandman. Mana shu qishloqdoshlardan juda xursandman. Biron kishi Allohga ming qatla shukr rayimni qaytarmadi. Nima desam, gap yo'q aziz, o'z yuragimda bor deb necha kishiga telefon qilgan bo'lsam, hammasi qo'ldan kelguncha yordam qildi. Endi baribir bo'ladi-yu, bitta ikkita chiqdi. Nima uchun qilaman? Men nima muttahamman deganlar ham bo'ldi. Ha, ularni ham joni sog' bo'lsin. Alloh taolo ularni ham mana bo'riga insof bersin. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Mana G'olib aka ham chopib yugurib yuribdi. G'olib akaga ham katta rahmat. Mana kecha Bezod hoji ham shipirlarni jo'natgan ekan, shipirlarni tushirib oldi G'olib aka. Hamma narsamiz o'zi to shipirda yopguncha hamma narsa 100% yetarli. Bloklarimiz ham bo'ldi, hammasi yetarli. Nasib bo'lsa ustini yopib shipirda qila olsak, ana keyin ichki ishlarga o'tib, ichki ishlarni ham nasib bo'lsa ustalarni gaplashib qo'yibdik. Shkaturkani ham ustozi tayyor, stashkaniki ham tayyor, patologdiki ham tayyor. Faqat endi baribir ustalar ham bu haqiqat, endi hamma biladi, tekinga hech kim ishlamaydi. Eldan arzon qilib beryapti ustalarimiz. Rahmat shu ustalarga. Mana hozirgi blok teradigan yigitlar Ko'jordan kelgan. Ko'jorli yigitlar, starsi o'z-o'zi qishloqdan. Rahmat shu akaga ham eldan arzon qilib mana key fundamentni to'kib berdi. Eldan arzon qilib mana blokni terib beryapti. Yashasin shular. Endi qishloqdan ustalar Zaynat ekan, usta topolmadik. Shuning uchun Ko'jordan gaplashib shu akani o'zi Ko'jorli aka-ukalarni ketirib terdiropti. Rahmat shularning hammasiga. Mana shu Mirishkordan Shavkat aka degan bir akaxonimiz bor, mana bloklarni ketirib berdi. Rahmat Shavkat akaga ham.
Nima deymiz yana? Hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'linglar, ishlaringizga omad. Mana musofirda. Musofirdan turib harakat qilyaptik, shu opani bir xursand qilaylik deb. Musofirdagilar ham zo'r yordam qilyapti. O'zim ham qo'limdan kelgancha yordam qilib turibman. Ana endi shu sizlardan iltimos, yana bir ozgina podдержка qilib yordam qilsanglar, ichki ishlarni ham qila olsak zo'r bo'ladi. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Topganlaringizga Alloh taolo baraka bersin. Doim sog' salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun. Iloji boricha mana shu YouTube kanalga ham obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentga o'z fikrlaringizni yozinglar. Doim sog' omon bo'linglar. Rahmat kattaga. Assalomu alaykum akalar, musofirda yurgan aka-ukalarimiz mana shu bilan keldi. Mana bloklarimiz kelyotibdi. Mana bloklarimiz kelyotib. Qurilish ishlari ketyapti. Ertaga oqshom kechga tugatamiz deb harakatda biza. Ertaga tugatamiz kechga. Qurilish ishlari hozircha yaxshi ketyapti. Qurilish, bu ehsonlar hammasi musofirda yurgan aka-ukalarimiz, qishloqdagi tadbirkor akalarimiz sharofatlari bilan bo'lyapti. Yashaylar, ilohim sizlarni ham davlatlaringizga ming bersin. Kam bo'lmanglar. Xudoim Alloh birlaringizga ming bersin. Yashaylar, hammalaringiz rozi bo'linglar qilgan ehsonlaringizga. Keyin erta kechga buni tugatsak, keyin ustini yopish jarayonini ham bir video qila olamiz. Ustolarimiz ham qo'llari dard ko'rmasin, barakat topsin. Mana hovuzimiz ham bitdi. Suv soldik kecha. Mana suv soldik kecha, hovuzimiz bitdi. Strapiler kelgan. Ustolar, sizlar ham gapirasizlarmi? Ha, gapiring siz ham bor. Nima desangiz deng. Mana ishlab bo'lyapti. Hammasi joyida. Erta kechgacha tugatib bera olasizmi? Ha, ertadan keyin ertalabga. Hozir topamiz, lekin hammasini qilib beramiz. Sizlar ham gapirasizlarmi yigitlar? Ha? Nimadan uyalasan? Mana bu ustolarimiz Qo'jor qishlog'i. Shunga gapirishga uyalamiz deyapti-da. Ey yashaylar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin.